Assalomu alaykum barchaga, xayrli kun do'stlar. Hozir top 5 ligalardagi turnir jadvaldagi holat hamda oxirgi turda Realning hamda Barsaning o'yini haqida so'z olib boramiz. Ushbu video uzunroq bo'ladi. Vaqtingiz bo'lsa tomosha qilib, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu bahona top 5 ligalardagi turnir jadvali haqida ma'lumot olib olasiz. Birinchisi, Angliya Premier Ligasi Arsenal birinchi o'rinda 17 ta o'yindan keyin 39 ochko bilan Arsenal birinchi o'rinda va turnir jadvalini boshqarib turibdi. Ikkinchi o'rinda esa Manchester City 37 ochko bilan. Uchinchi o'rinda Aston Villa kutilmagan jamoa 36 ochko bor. Chelsea esa 4-chi o'rinda 29 ochko mavjud londonliklarda 17 ta turdan keyin. 5-chi o'rin Liverpool jamoasi 29 ochko bilan 5-chi o'rinni band qilib turibdi. Barcelona birinchi o'rinda La Ligada. Bu haqida keyinroq gaplashamiz, sababi Real hamda Barsaning oxirgi o'yinlari haqida ham so'z olib boramiz. Inter birinchi o'rinda A Seriyada 33 ochko mavjud jamoada 15 ta o'yindan keyin. Xo'p, Milanda ham 32 ochko bor. 15 ta o'yindan keyin Inter hamda Milan aka-ukalar turnir jadvalini boshqarib turibdi. 3-chi o'rinda esa Napoli jamoasi, Neapolliklar 15 ta o'yindan keyin 31 ochko jamg'argan. Qarang, A Seriyada birinchi, ikkinchi hamda 3-chi o'rin o'rtasidagi farq 2 ochko. 33, 32, 31 ochko bilan jamoalar turnir jadvalini boshqarib turibdi. 4-chi o'rinda esa Roma jamoasi 16 ta o'yindan keyin bitta ko'p o'yin o'tkazgan, e'tibor bering, 30 ochko mavjud. 33, 32, 31, 30 ochko mavjud Romada. 5-chi o'rinda Juventus jamoasi 29 ochko bilan 5-chi o'rinni band qilib turibdi. Xo'p, Germaniya Bundesligasi Bavariya yetakchi doimgidek birinchi o'rinda 15 ta o'yindan keyin 41 ochko mavjud jamoada. Ikkinchi o'rin Borussia Dortmund jamoasi 32 ochko 32 ochko bilan jamoa ikkinchi o'rinda. Oradagi farq 9 ochkoni tashkil qiladi. Myunxenliklar bilan Borussiyaliklar o'rtasidagi farq. 3-chi o'rin Bayer Leverkusen, Xabi Alonsoning eski jamoasi 29 ochko bilan 3-chi o'rinni band qilib turibdi. Xo'p, 4-chi o'rinda Leipzig jamoasi 29 ochko bilan 4-chi o'rinni band qilib turibdi. 5-chi o'rinda esa Hoffenheim jamoasi ketyapti 27 ta ochko bilan 5-chi o'rinni band qilgan jamoa. Xo'p, endi oxirgi liga, bu juda ham qoyil qoladigan va hayron qoladigan liga. Endi Paris Saint-Germain o'ynaydigan Fransiya birinchi ligasida birinchi o'rinda Lens ketmoqda. 16 ta o'yindan keyin 37 ochko jamg'argan jamoa. PSG esa ikkinchi o'rinda 26 ta o'yindan 26 ta o'yindan keyin 36 ochko bilan ikkinchi o'rinda band qilib turibdi parijliklar. 3-chi o'rinda Marsel jamoasi 32 ochko bilan ketmoqda 16 ta o'yindan keyin. 4-chi o'rinda Lille jamoasi ketmoqda. 32 ochko bilan xuddi Marsel kabi bir xil ochko to'plagan Marsel bilan Lille jamoasi. 4-chi o'rinda Lille 16 ta o'yindan keyin 32 ochko mavjud jamoada. 5-chi o'rinda esa Lyon jamoasi ketmoqda 16 ta o'yindan keyin 27 ochko mavjud jamoada. Do'stlar, hozir Fransiya, Italiya, Angliya hamda Germaniya Bundesligasi haqida so'z olib bordik, ya'ni turnir jadvaldagi holat bilan sizlarni tanishtirib o'tdim. Endi esa La Ligaga to'xtalamiz. Birinchi o'rinda Barselona 18 ta o'yindan keyin 46 ochko mavjud jamoa birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda Real Madrid xuddi shuncha o'yindan keyin 42 ochko mavjud jamoada. Oradagi farq 4 ochkoni tashkil qiladi. 3-chi o'rinda Atletico de Madrid jamoasi 37 ochko jamg'argan, xuddi 18 ta o'yindan keyin xuddi Real Barsa Atletik kabi 18 ta o'yin o'tkazgan Diego Simeone shogirdlari. 4-chi o'rinda Villarreal jamoasi ketmoqda. 16 ta o'yindan keyin 35 ochko mavjud. Qarang, 2 ta o'yin kam o'tkazgan Villarreal. Qoyil lekin. Shunday bo'lishiga qaramasdan 35 ochko bilan 4-chi o'rinda kelmoqda. 5-chi o'rinda Espanyol jamoasi 16 ta o'yindan keyin 30 ochko jamg'argan. Kutilmagan holat Espanyoldan qattiq yurish bo'lyapti ushbu mavsumda La Ligada. Endi esa Barselona kecha xabaringiz bor, o'yin o'tkazdi. Ya'niki hop, o'yindagi holatlar, bo'lgan qayd etilgan natijalar, o'yinchilarga berilgan ballar bilan tanishtirib o'taman. Barselona kecha Villarreal bilan bahs olib bordi. Ushbu o'yin ham derbi maqomida edi, ammo Barselona ushbu o'yinda 2-0 hisobdagi g'alabani qo'lga kiritdi. Lamine Yamal hamda Rafinyaning gollari Barsaga g'alaba olib keldi ushbu o'yinda. Rafinha 12-daqiqada penaltidan gol kiritdi va jamoasini oldinga olib chiqdi. Lamine Yamal esa 63-daqiqada gol kiritib, jamoasiga g'alabani olib keldi va g'alabani mustahkamlab qo'ydi. Turnir jadvaliga holat bilan tanishtirib o'tdim.
Barselona o'yinchilariga berilgan ballar eng yuqori ballni albatta Joan Garcia qo'lga kiritdi, chunki darvozabon juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. 4-5 ta vaziyatda jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Lamine Yamal 806 ball bilan birinchi o'rinda, Joan Garcia 807 ball, Lamine Yamalda esa 806 ball mavjud ushbu o'yinda. 3-o'rinda Frenkie de Jong 803 ball bilan uchlikni yakunlagan. Hop, Villarreal tarkibidan esa birinchi o'rinda Dani Parejo 702 ball bilan, hattoki bularga yaqinlasha olmaganda Villarreal o'yinchilari, umumiy balldagi XG dagi holat esa boshqa daraja Barsani yuqori ekanligini ko'rsatib bergan. Dani Parejo birinchi o'rinda 702 ball bilan, 7 ball bilan Cardona 3-o'rinda esa Mikatudadze boshqarib kelmoqda 7 ball bilan. O'zi o'yindagi holatlar, jamoalarning holati, o'zi ushbu o'yinga kelib chiqsak, Barselona ustunroq edi va ustunlikni har jabhada isbotlab berdi. Real esa aynan shu turda Sevillani qabul qildi Bernabeuda, Madridda va ushbu o'yinda 2-0 hisobidagi ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Xuddi Barselona kabi. Realdan esa Kylian Mbappe hamda Jude Bellingham gollarni kiritdi va ushbu gollar evaziga Real Barsani quvib o'tmoqchi edi, ammo yaqinlashib qoldi. Shundan keyin Barselona kecha g'alaba qozondi va oradagi farqni yana 4 ochkogacha ko'tarib qo'ymoqda kataloniyaliklar ushbu o'yinda. Endi Realning darajasi hamda Barsaning darajasi deyarli bir-biriga yaqin. Ushbu o'yinlardan ko'rdikki, Real ham sekin-sekin qaytmoqda. Ana endi yangi yildan keyingi holatni kuzatamiz. Realdan g'alaba, Barsadan g'alaba va turnir jadvalidagi holat bilan sizlarni tanishtirib o'tdim. Angliya, Ispaniya, Italiya, Fransiya hamda Germaniyadagi natijalar bilan sizlarni tanishtirib o'tdim. Futbol dunyosi hamda dunyo futbolidagi eng so'nggi xabarlar Ayam Doniyorbek kanalida. Bizni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' va salomat bo'ling.